Bugun zaryadist qilgan trendimizni yana bir marta qaytaramiz. Давай bu safar o'zbekistonlik vizajist bilan. Mayli. Haq ketyapsizmi? Smiley party mana shuni qilamiz. Ayol kishimi personajist? Da. Yoshlari 30. Men savol beraman. Ben savol beraman. Ayol kishimi? Ayol kishi. Yoshlari 30 plusmi? Da, где-то 30. До, наверное, 30 plus. Studiyasi bormi? Bor. Bolalari bormi? Da. Nechta? 10 yildan oshiqmi staji? Наверное. 10 yil, sira 12. А твой визажист около 40 лет? Нет, меньше 40. Покрытая? Нет. Не А покрытая. твоя покрыта? Не хочу говорить. Да, покрытая. А. Siznikida studiyasi bor dedingiz, a? Да. Studiyasi bor. Nidurdona? Нет. Kimdir bu? Durdona ekan. O'zbekcha твоя визажист? Нет. Aniki faqat vizajistmi yo'qsa Faqat chanqalar? vizajist. U vizajistni siz o'qigansiz? Yo'q, lekin hollarda. Populyarmi? Ну да. Instagram'da rivojda. Прямо yurg'azmaydi, но ishlari четкий. Grekova? Нет. Grekovaniki yoqadi, но Dili Seyitbayevaniki bilan o'xshab ketishadi. Men uni o'qiganman. Uniki boshqacha. Saniki Dilami? Dila mendan yoshlari, mendan bir yosh katta Dila. Agar yoshini sraz bilardim, o'zi o'ylaydi. Ну, men uchun yosh dedi. Ayol kishi har doim 18 yosh. 18 ishim To'g'risi kerak. yosh aytish kerak emas. Да, поэтому Ну и для Диля меня ko'rinishi всегда молодая, четкий. она. У нее муж тоже. Нильфар Сагдиев! Обожаю. Да, почему-то я Хотела забыла бы к ней фамилию. пойти на обучение. Может, bila olmadim, chunki usiyatni не наблюдаю, да? O'shaning uchun topolmay qoldim.